Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 13-iyun sanasi rejamizdagi embrion transfer amaliyotimizni yakunladik. Bolalarimiz qo'ydik. Matkezni ichida yana yildirab turibdi, ko'rdingizmi? To'rda, o'rtasida turibdi. Homilador bo'lib keling iloyim. Mazkur juftligimiz 16 yillik birlamchi bepushtlik bilan bizga murojaat qilib kelishgan. Ayolimiz 7 yil oldin laparoskopik yo'l bilan kestektomiya amaliyotini o'tkazganlar. O'tgan yil boshqa ekoklinikada bir marta eko programmasi o'tkazilgan, lekin muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Hozir biz mana shu oyni o'zida ayoldan 5 ta tuxum hujayra olishga muvaffaq bo'ldik. 5 kun oldin mazkur tuxum hujayralarimiz urug'lantirildi. Bulardan 2 ta sifatli embrion chiqdi. Hozir mazkur embrionlarimizni embrion transfer qildik. Inshaalloh 14 kundan so'ng musbat analiz bilan kutib qolamiz. Juftligimizga omad tilaymiz.